Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi tezkor yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida. Bugun O'zbekiston futboli muxlislari uchun muhim kun. Superliga 2026-yilgi yangi mavsumga rasmiy qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Ushbu tadbir orqali jamoalarning mavsum davomidagi taqvimi, ilk turdagi qarama-qarshiliklar va qiziqarli to'qnashuvlar aniqlanadi. Yangi mavsum arafasida klublar, murabbiylar va muxlislar aynan shu qur'ani katta qiziqish bilan kutmoqda. Qur'a tashlash marosimi bugun soat 19:00 da bo'lib o'tadi va Futbol TV telekanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. Kim bilan boshlaydi? Qaysi jamoalarni og'ir start kutmoqda? Derbilar qaysi turlarga to'g'ri keladi? Bularning barchasiga javobni bugun bilib olamiz. Futbol TVni o'tkazib yubormang va Superliganing yangi mavsumiga birga start beramiz.